Seximiz lokatsiyasini sizlar bilan batafsil ko'rib chiqamiz. Mana shu ko'rib turgan yo'linglar Qo'yludan Qumaruvga qarab kelaverish yo'li bo'ladi. Bu yo'ldan o'ngga buriladigan bo'lsanglar agarda Bratskiy Mogila tomonga ketasizlar. Lekin sizlar burilmasdan to'g'riga qarab ketasizlar. Bu mostni bilgan biladi, bilmaganlar bilib olsin, Sassu most deyshadi. Nega Sassuligini esa bir martagina yurganingizdan keyin bilib olasiz. Bu yo'ldan ehtiyot bo'lib yurasizlar, chunki sizlarning tepada radar kutib turibdi. Radarga tushmasdan eson-omon o'tib olinglar. Radardan o'tib olganingizdan keyin sizlarning oldinda razvorot kutib turgan bo'ladi. Bu razvorotdan albatta sizlar orqaga burilib olasizlar. Chunki seximiz aynan shu tomonda. Razvorotdan ehtiyot bo'lib burilinglar. Chunki patok katta. Burilganingizda sizlarni o'ng qo'lda Zafran restorani kutib oladi va qatorasiga yo'lingizda zapravkalar uchraydi. Bu zapravkalarga chalg'ib qolmanglar. Chunki sizlarni yo'lda ikkinchi radar kutib turgan bo'ladi. Ikkinchi radardan ham eson-omon o'tib olsanglar, unga ko'cha keladi va sizlar o'sha ko'chaga burilasizlar. Burilganingizdan keyin sizlarni oldinda 2 etajli oq bino turgan bo'ladi. U binodan o'ngga burilasizlar va ko'zinglar Roshmid degan yozuvga tushadi. Bu Roshmid yozuvidan ham to'g'riga qarab o'tasizlar va ko'chaning oxiridan chapga burilasizlar. Chapga burilgandan keyin yo'l oxirida bizning sex joylashgan. Aynan mana shu joylardan o'zingizlarga parkovka joy qidiringlar. Chunki u yog'iga sizlarni assalomu alaykum deb kutib olaman.